o'tmishdan salom. Nimaga o'tmishdan? Chunki o'tgan safardagi, ya'ni bundan bir ikkita video oldin biz Aziz aka bilan O'zbekistondagi eng qimmat kompyuter, eng kuchli kompyuterni yig'ib sizlarga sborka qilib bergan edik. Undan keyin rosa ko'p keldi. Yana Aziz aka bilan shunaqa konfiguratsiya yig'inglar, yana shunaqa vyupust qilinglar deb, lekin bugun biz sizlarga eng qimmat emas, eng kuchli emas, eng g'ayritabiiy va eng ajoyib keski kompyuter yig'ib bermoqchimiz. Aziz aka, assalomu alaykum. Salom. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Yanada to'g'riroq aytganda eng optimal. Shunaqa eng optimal, eng men uchun eng ajoyib kes. Okey, men bilmadim. Men Bizga bunaqa kes juda ham ko'rmaganman. ko'p savol berishadi. 5 yillik kompyuter yig'sa bo'ladimi? Ya'ni hozir olsamki 5 yil vaqtga yetsa. Keyin ham arzonroq bo'lsin deb qo'yishadi. Ha, bu har doimgiga. Shunaqa. Oldin yo'q derdim. Nimaga? Hozir imkoni bor. Nima uchun? Hamma kompyuter zapchaslari tanqisligi paydo bo'lgan holatda bizada bu yil yengilliklar bo'lmaydi. Misol uchun video karta chiqmaydi, u bo'lmaydi, bu bo'lmaydi. Hozir 5 yilga yetadigan qilib kompyuter yig'ish imkonimiz bor. Bu nima uchun? Hozir programmalar yengillanaveradi, og'irlashaveradi. Ammo texnika jihatidan yengilliklar bo'lmaydi. Ya'ni tanqislik hisobiga misol uchun Nvidia kompaniyasi o'zini yangi seriyali video kartalarini chiqarmaydi demoqchisiz. To'ppa-to'g'ri. Bu narsa bo'lmaydi. Ammo endi programmalar va o'yinlar ular hozirgi mavjud bo'lgan texnika, komplektuющийlarga moslashadi. Ya'ni optimizatsiya bo'ladi. Optimizatsiya boshlanadi. O'rtoqlar, shunaqa tanqislik davrida bu minusga emas, azizga aytmoqchilarki plusga ham ishlashi mumkin. Chunki aynan tanqislik davrida endi yangi video kartalar, yangi operativkalar chiqmasligi mumkin. Yangi programmalar bo'lsa, eski konfiguratsiyaga optimizatsiya bo'ladi. Va mana shu fikrni biz sizlarga yetkazmoqchi bo'lib turib, ya'ni rostligazim, haligi bilmadim, men bunaqa kes ko'rmaganman. Men tezroq bizlarni tomoshabinlarga ko'rsatkim kelib ketyapti shu kesni. Keling, undan oldin albatta konfiguratsiya bilan tanishib olamiz. To'ppa-to'g'ri. Eng birinchi materinskiy platadan boshlaylik. Menga yoqadi shunaqa platalar, aka, bilasiz. Nimaga bunaqa plata tanladik biz? Xo'p, bu Asus ROG Strix. Buni nimaga tanladik? Asus nomer 1 brend. Birinchidan. Platalar va video kartalar bo'yicha to'g'risi Asusga aytadiganim. Va eng glavnisi bunga qo'yiladigan protsessorimiz mana shu materinkada o'zini polnotsenniy ishlatib bera oladi. Ya'ni biza protsessorimizga nisbatan Mana to'g'ri materinka olishimiz kerak. Chunki protsessorimiz kechagina chiqqan, hattoki issig'i ham hal ketmagan. Bu AMD Ryzen 9000 seriyali protsessor ekan. Bu AMD 3D yo bu haqiqatda buni modeli yozilgan. 9850X3D. 9850X3D bu o'sha-ku, to'g'rimi? Eng oxirgi chiqqan o'rtoqlar, qo'limda Ryzen, AMD kompaniyasining Ryzen brendidagi eng so'nggi protsessor turibdi. Bu menimcha eng mo'shni protsessorlardan bittasi. Bu protsessorning zo'r tomoni nimada? Bundan oldingi ukasi 9800X3D bor edi. U dunyodagi eng zo'r desktopni protsessor bo'ldi va mana endi o'shani akasi paydo bo'ldi. Zo'r. 9800X3D. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Ya'ni protsessorimiz top. Keling endi operativkalar to'g'risi men Aziz akadan birinchi marta bunaqa to есть men birinchi marta bunaqa operativkani ko'rishim. Aziz aka menga bu narsani aytdilar. Qancha edi? Anaqasi Hop, operativkamiz Predator DDR5. Jo'loniga bilasiz, DDR5lar 4000 MHz dan boshlanadi. Ya'ni oddiylari 4800, yaxshilari 6000, ani 7000liklari ham bor. Ammo bu zborkamizda eksklyuziv-ku. Bu zborkamizdagi operativkamiz 8200 MHz. 8200 MHzli operativnaya pamять. Hop, bu yerda hozir ikkita plankada bo'ldi, to'g'rimi? Ikkita plankadan 16 dan ikkita bo'ladi. Umumiy hisobda bizda 64 GB operativka bor va 64 GB bu DDR5 va 8200 chasada ishlaydigan o'rtoqlar, bu o'zingizni 64 GB operativkangiz bilan solishtirmang. Menda misol uchun uyda borda 64 GB kompyuter, lekin buni oldida u menimcha choy ichsa kerak. Mayli, buni tushundik. Xo'p, endi video karta 5080 dan pastini qo'yishni biz uyat deb bildik. 50-70 qo'ysak bo'lardi Jo'lan aka. Ammo bizada zadacha turibdi 5 yilga yetish kerak. Shunaqa.
5 yilga yetish kerak. 5 yilda bu yetib ortib beradi. Xo'p, bizani bu video kartamizning operativkasi 16 GB. 16 GB. Buni TI chiqmadi hali 5080 Ti Super chiqmadi. chiqadi. U 32 bo'ladi. 5090 chiqdimi? 5090 bor, Bor, 5090 Ti yo'q. Ti, yo'q, 5090 Ti menimcha a priori yo'q. Yo'q, endi balkim chiqib qolishi. Balki chiqib qolish ehtimoli bor. Xo'p, 990 M2 NVMe bu. Eng yaxshisi Samsung. O'shaning uchun tinchgina Samsung. Da, eng yaxshisi Samsung, Samsung olamiz biz har doim. Jo'lon bilan bizani bitta odatimiz bor. Hech qachon kompyuter yig'ayotganimizda biz blok pitaniyada ekonomik qilmaymiz. To'g'ri. To'g'ri. Bu zborkamiz hozir 700-600 watt yeyishi mumkin в целом olganda. Ammo biz har doim 1200 qo'yamiz. Chunki Jo'lonni в частности professionallarni qiladigan ishi har doim har bitta zapchasi 100% ga og'irlashtiradi, qiyinlik yaratadi. O'shanda bular yetib berishi uchun. O'shaning uchun biz 1200 watt blok pitaniya tanladik. Причем Sama brendidan mana ko'rib turibsizlar, qo'limda 80 plus Platinum versiyasi, mana yaqinlashtirib ham ko'rsatsak bo'ladi bu narsani. Bu juda muhim narsa menimcha, Platinum versiyasi. Xo'p, bizani albatta haligi sovutirish tizimimiz bu vajanka. Buni nimaga oxiriga olib qo'ydik? Nima sababdan? Bundan keyin eng shu zborkamizning fishkasi bo'lgan case ko'rsatamiz. Bu водяное охлаждение Alize firmasidan o'zini spetsializirованный dizayniga ega. Bunaqa dizayn boshqasida yo'q. Va xuddi shu narsani endi case'ini ham ko'rsatadigan payt. Case ko'rsatadigan payt bo'ldi. O'rtoqlar, case это что-то с чем-то. Buni просто tomosha qilish kerak. Buni menimcha bitta o'zim ko'tara olmayman, azizki. Keling. O'rtoq. Bu case, если что, mana qaranglar. Вот. Bizlar kadrimizga zo'rg'a sig'di, to'g'risini aytsam. Bu case, bu kompyuter case sizlarga Star Wars stilini sal eslatyapti. Menga Star Wars eslatdi bu. Men Star Wars javonar katta fanat emasman va har bittasini nima qanaqaligini bilmayman, lekin Star Wars eslatdi menga aka bu case. Bo'yini uzunligi 1.20 bo'lsa kerak buni. Diametri katta. Shunaqa lekin. Ana endi bu meni fikrim, Jo'loniki. Bu zborkamizni любой professional odammi? Misol uchun arxitekturni studiyalar bormi? Video montajniklar bormi? Animatsiya bilan shug'ullanadigan odamlar bormi? Звукорежиссёры ham, zayadli igroklar bormi? Eng kuchlisini ham hamma ishga javob bera oladi, bemalol. Hamma ishga javob bera oladigan zborka qilamiz. Shunaqa. Men o'ylashimcha, ozgina kreativ yondashadigan, o'zini studiyasi deymizmi, o'quv markazi deymizmi, umuman o'zini kompyuterlarga bog'liq bo'lgan xonasini chiroyli dizaynga olib kelmoqchi bo'lgan birov kirganda, wow, men bilaman-da shunaqa odamlarni, haligi keysini chiroyli qilib tepaga qo'yib qo'yadi. Mana shu tepaga qo'yib, haligi odamlar ko'rsin meni keysimni deydigan insonlarga mo'ljallangan keys va shaxsan men o'zim birinchi marta bunaqa keysga hozir zborka yig'ib ko'ray. Endi biz shaxsan Aziz aka bilan yig'maymiz, bizani albatta yordamchilarimiz, mutaxassislarimiz bor bu bo'yicha. Mana shu insonlardan iltimos qilamiz va natijani albatta birga baham ko'ramiz. Hozir zborkaga o'tamiz, undan keyin natijasini yana gaplashamiz o'rtoqlar. Nima qilamiz? Boshlaymizmi Aziz aka? Bunga bir qancha vaqt ketar ekan endi hozir? 2 soatcha ketsa kerak. 2 soatcha ketib qoladi. Biz bilan qoling, chunki bizda professional yondashuv. O'rtoqlar, men hayotimda birinchi marta ko'rishim bunaqa narsani. Оказывается, оперативная память plankasiga kullar qo'yish kerak ekan. Ya'ni komplektidan shu narsa chiqib keldi. Voy, men bir video kartalarga, 3D fixlarga kullar qo'yganda mayli deb ana qiluvdim. Endi operativkaga ham kullar qo'yadigan zamonga yetib keldik. Gap yo'q lekin. Endi u большой птицы большие полеты deydi-yu. Davom ettiramiz.
O'rtoqlar, sborkamiz ham tayyor. Azdaki kaksik debdi, potaxani berdilar, tinga etib qoldilar, lekin mayli. Nima bo'lsa ham men o'zim sizlarga mana bu sborkani oxirgacha aytib beraman. Mana yana bitta orzuyim amalga oshdi. Men mana shunaqa sborka yig'gim kelardi. Mana qaranglar, to'xtanglar, yaqinroq kelinglar. Mana shu narsani sizlar bilan birga ishlaman deb oxirgacha olib qo'ydim. Kelinglar mana. Voy mazza qilaman-da shunaqa joylariga borib. Birinchi navbatda men texnofilman. Ziyon yetkazishim kerak emas. Ikkinchi navbatda baribir ham biz mana shu keysni sotuvga qo'yamiz. Aynan sizniki bo'lishi mumkin. O'zbekistonda bitta tasavvur qila olasizmi? Men to'g'risini aytaman, men bunaqa keys ko'rmaganman. Agar hozir alohida yana videolarga, suratga olib ko'rsatamiz, men bunaqa keys ko'rmaganman. Bunaqa keyslardan o'zi 3 ta kelgan, bir xil emas, uchalasi 3 xil, umuman boshqacha stilga ega. Hali oldinda ko'rsatamiz, keyingi obzorlarimizda albatta keys ko'rsatamiz. Hozirchalik bu faqat yig'ildi, bunga sistema o'rnatmadik. Sistema o'rnatib turib, albatta yana test qilamiz. Endi ichidagi konfiguratsiyani test qilamiz. To'g'ri, konfiguratsiya o'sha ishlashi mumkin deyishingiz mumkin, lekin yo'q, unaqa emas. Keysga ham juda ham bog'liq bo'ladi, qanaqa ishlashi konfiguratsiyani. Misol uchun sovutish sistemasi. Sovutish sistemasi yopiq keyslarda ozgina qiziydi va u trotlet qilishga olib keladi baribir ham. Shuning uchun biza aynan mutlaq ochiq qildik. Ya'ni mutlaq ochiq keys qanaqa ishlashini albatta test qilib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Darvoqe bu keysning qora varianti ham bor, lekin biz qorasini tanlamadik. Qorasi baribir ham bunaqa masshtabli ko'rinmas ekan, haligi bir Star Wars stilini bermas ekan qora rangi. Bizga aynan oq yoqdi. Bunga tezroq Windows o'rnatinglar endi begi. O'laqa. Sizlar bo'lsa tomosha qilishda davom etinglar.